Musulmonning orzusi Makka va Madina. Makka va Madinaga borishlik hammamizga nasib aylasin. Centrum Holiday tomonidan tashkillashtirilgan Toshkent-Jidda yo'nalishi bo'yicha ziyoratchilarimiz Makka va Madinaga uchib ketishyapti. Har bir hojilarimizni yuzida tabassum, ochiq chehra, qolaversa vatan haqqiga, farzandlari haqqiga va mana shu umraga ketayotganlarning sababchi bo'lganlarning haqqiga duolar qilib yo'l olishmoqda. Shu kunlarga yetkazganiga shu mana ziyoratga ketamiz. Allohning chaqirgan ekan. Xursandman, ozgina hayajon ham bor. Xodimlarga shuni tashkil qilgan, shunga bosh bo'lganlarga rahmat. Ona nasib bo'lsa biz umra ziyoratiga otlandik.